Xudo xolasa Qirg'iziston, Talasdan qo'ylarimiz yetib keldi yangi partiyalari. Sanamizga 30-yanvar 2026-yil. Bitta like bosib turasiz. E'tibor bo'lmasdi. Yangi partiya sariqlaridan hammasidan bor. Talas qo'yi. Assalomu alaykum. Chorva vodiyda ashaddiy obunachilari hamda YouTube'da bizni kuzatib boruvchi akalar. Bugungi biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'i Shovon mahallasida Og'abek do'stimizning mini qo'y fermasiga yetib kelganmiz akalar. Xo'p, bu yerda bo'g'oz so'limlari zo'rlaridan, naq elitalaridan yetib kelibdi. Bor ma'lumotini, to'liqrog'ini xudo xolasa Og'abek ukamizdan berishga harakat qilamiz. Bugungi akalar 30-yanvar 2026-yil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani adresida yetgan akalar. Xudo xolasa bemalol kelib. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz aka, yetib keldingiz. Yaxshimisiz? Rahmat aka. Aka xudo xolasa arzonlarni olib kelibsiz. Keldi aka xudo xolasa. Arzon-arzonlardan xalqqa yaxshi narxlarda qilib yetkazib beramiz deb aka chiroyli qilib keldiga qo'yiladi. Bular nah bo'g'oz aka-na? Xudo xolasa aka bo'g'oz aka. Inshaalloh akalar. Bo'g'ozni berishga aka. Bo'g'ozning alomatlari sezilib qolgan. Sariqni olamiz akalarimiz ham aka mana. Sariqlaridan. Udorlardan yetib kelibdi mana akalar. Nah bo'g'oz mana. Yelillari tashlab, qorin tashlab qolgan. Tishini bitta ko'rsatib qo'ying chota. Ishlar aka mana. 4 ta o'tyapti aka. 4 ta o'tyapti aka. Xonadon bolasi. 3-bolasi. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqarasizlar. Hop, bo'y bastilar nechiga beramiz Og'abek? Bo'ylarni 80 plyusga beraveramiz aka. 80 plyusga olishaveradi. 80 plyusga olishaveradi. Yeb-ichlari salomatligi qanaqa? Yeb-ichlariga aka bir hafta bo'lgan bemalol sinab Bir olaveramiz. hafta o'nkin bemalol sinab olaverasizlar. Hop, soni nechi bosh Og'abek? Soni aka, hop 15 ta aka berdi. Soni 15 bosh. 15 ta. Yeb-ichlari zo'r mamdaqa kiloga kelgan zo'rlardan yetib kelibdi. Hop. Xolos aka bu birinchi partiyamiz, ikkinchi partiyamiz ham bor aka. Ikki partiya qilamiz xolos aka. Narxi nechi puldan bo'ladi? Aka boshda aytdik-ku, narxini yengil qilib beramiz dedik-ku. Hammaga buni narxida ming qo'ydi maqtagan bilan qo'y o'zini o'zi mana ko'rsatib turibdi. Xudo xolasa qorinlari chiqib aka cho'tki holatda turibdi. Ko'p gapirmaymiz aka, chiroyli qilib chiqaramiz. Hamma gap narxida buni. Hamma gap narxida aka. 5 million 500 ming so'mdan aka Samarqandga zastavkasini yetkazib beramiz. 5 million 500 ming so'mdan akalar. Mana qo'ylar holatini ko'rib turibsizlar. Puliga, sifatiga xudo xolasa bemalol arzuradi. Buni 5,5 milliondan demang Og'abek. Sizni kanalda yangimi? Yangisiz. Chiroyli qilib beramiz aka. Aka 100 ming 150 ming o'tib o'tirmayman aka. Bitta o'tamay aka. Bitta gapiring mana. Bitta o'tamay aka xolasa boshqa so'rashmaydi aka. Gapiringchi mana. 5 million 300 ming so'mdan dastlabki qilib yetkazib beriladi aka xolasa. Baraka olasiz mana 5 million 300 ming so'mdan akalar zo'r narx bo'ldi. Bir etganda ukamiz ham 200 ming so'm o'tar ekan. Akalar xudo xolasa telefon qilsalaring ish bitadi. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqarasizlar. Xayri kami bormi yana ozmas? Yem hashaga aka ozmazda o'tib beramiz. Bo'ldi. Yem hashaga bonus akalar bir oylik atrofida xudo xolasa yetadigan normalniy summa o'tib berasiz. Sog' Og'abek. Aka xudo xolasa o'tib beramiz. Kunimiz kechib qoldi aka, chunki hozir yetib tushdi qo'yamiz aka. Hop, bitmagan ishni o'zi yo'q. Bitmagan ishni o'zi yo'q. Hammasi bitadi, xudo xolasa. Chiroyli yaxshi gapirsalaring hamma gap muomalada akalar. Hop, akalar, bo'lmasa biz ikkinchi partiyaga navbatni beraveramiz. 5 million 300 ming so'mdan akalar bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Xayri kamini qilib beradilar. Akalar mana ikkinchi partiyaga ham xudo xolasa soni ozgina-yu sozgina 4 dona ekan aka. Aka naqd olaman degan obunachilarimiz. Naq yonida bolasi yugurib yurganini olaman deganlarga hop. Bular bolalari qanaqa? Bolalar aka, bittasilik so'liq qolganniki qo'chqor. Bitta so'liq qolganniki qo'chqor akalar. Bolalari ham katta-katta ayiq bo'lib qoldi, ayiq polvon. Hop, buni bitta bozorga olib chiqsa aka, bolasini o'zini ham bir hafta boqsa aka, 3,5 million 4 million olaveradi aka bemalol. Xotirjam olaveradi. Onasi foyda qolib ketadi aka. Mana bunisi bo'g'oz ekan-a? Shu bo'g'oz aka. Bitta bo'g'oz. 3tasi ona bola ekan. 3tasi ona bola. 4tasiga pul sanaysiz akalar 7 ta bo'lib yetib boradi. Xudo xolasa narigisi ham nah bo'g'oz. Hop. Bular nechinchi qoringa? Nechinchi bolasi? Birinchi, ikkinchi, bitta qaysidirimiz mana shu uchinchi qoringa bo'g'oz aka. Qolgani birinchi, ikkinchi qorin. Birinchi, ikkinchi bolasiga olaverasizlar. Hop, bularni ham tanachani sog'lom-a? Qoladi yeb-ichar, sog'lom. Qo'zlar mana yugurib yuribdi. Joniga garantiya bermaymiz aka. Hop, jon Allohniki akalar. Yeb-ichariga sinov beryaptilar. Hop. Narxi nima deymiz Og'abek buni?
Aka bitta gapiraman aka. Amma so'rash. Gapiring. Oxir aka. Mard Bitta kelma. gapiraman aka, mard kelaman aka. Yangi obunachilar xudo xolasa like bosib paddashga qilib turishadi aka. Ona bolani aka 6 million so'mdan aka Toshkentga zastavkasi qo'yib yetkazadi. Ketdi mana bir joyga. Bor aka. 6 million so'mdan akalar, 4 tasiga pul sanaysiz. Xudo xolasa 7 dona bo'lib boradi uylaringga. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Bitta ishni oladigan aka-ukalar ham telefon qilishaversinlar, ish bitadi, ha. Bittikda yana aka ishni bitiraveramiz aka. 6 milliondan 6 milliondan sotmaymiz aka. Xudo xolasa yemashaga hayraga o'tib beramiz. Mana, yem hashaga o'tib berishadi akalar. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasiz. Kimga qanaqa qo'y kerak bo'lsa, Bemalol aloqa. pastda nomerlar bor, telefon qilasiz, aloqaga chiqsalaring, kam ko'rsini qilib, chiroyli qilib yetkazib olib borib berishadi. Akalar, hammangizga kuningiz fayzli va barakali o'tsin. Qilayotgan ishlaringizga Alloh taolo barakasini bersin.